Assalomu alaykum hurmatli Chorvash xizmatlari. Bugun Xo'p, Shahidon mol bozorini olamiz. Avvalambor Lutfulla mol kanaliga xush kelibsiz. Podpiska va like bossangiz har bozorda yana bola sigirlarni olib ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi yana bolasi bo'nachin ekan, shved. Ishlari yaxshi. Bolasi bo'nachin. Tishi 8 ta butun dedingiz-ku? Ha, Manzil Chust tumani Karnon qishlog'i. Manzil Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'ida Rasuljon degan bolani moli. 93li. 873 873 74 44 44 Mahsuloti qancha? Mahsuloti. Sut qancha suti? 6 litr 7 litr suti bor. Yana bo'la. 6 litr 7 litr suti bor. Narxi 25,5 millionga berilmoqda. Savdasi. O'zlaring necha pul kam bor deyapsiz? 27 million ozgina kam bor. 27 million ozgina kam bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kerak bo'lsa sotiladi. Yakka sigirmi bu o'zi? Qisirmi bo'g'ozmi? Necha oylik? 4 oylikdan o'tgan bo'g'oz, ha? Qancha deyapsiz pulini aka? Pulini 18 kam bor. 18 million kam bor. Suti 5 litr hozir. 5 litr. Qornidagi nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Tishi 8 ta butun. Nomeringizni aytib o'ring. 93lik 078 91 11. Mana hurmatli Chorvash xizmatlari, bo'g'oz sigir suti bor deganlarga 18 million so'm kam bor deyaptilar. Manzilni ayting aka, manzilni. Manzil o'sha hali ham shaharda. Shahantda. Namangan viloyati Chust tumani To'raqo'rg'on qishlog'i Shahant. To'raqo'rg'onni Shahant degan joydan akamiz. Mahsuloti bor. Mana telefon nomerlarini aytib o'tdilar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi 3-chi yana bolamiz. Bolasi nima jiyan? Bolasi xunaji. Nechinchi tug'ish? 3-chi tug'ish. Qancha suti bor? 8 to'ldi. 8 litr 10 litr suti bor. Qayerga bu? Shahantiki. Shahantiki. To'raqo'rg'onni Shahant degan joyi, ha? Necha pul deyapsizlar? 23 million. 23 million. Qancha qilishdi bozor? Enasiga 16,5 bersin. Enasiga 16,5. Ena bo'lachi? Ena bo'lani bilmadim. Ha, ena bolani bilmadingiz. Dadalari sotar ekanlar. Dadangiz sotadilarmi? Nomerlarini bilasizmi yo'q? Nechilik? 94lik. Qancha nechi? 94lik 272 84 ha 80 98 80 98 yana sigirlari bor ekan, tashavvurlar aytsalaring, hurmatli Chorvash xizmatlari. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana sigirlar bor-ku, zo'ri. Serob sigir. Sigirlar serob ekan. Telefon qilaverasizlar. Mana orqalari hamma yo'g'i joy-joyida. Bemalol ko'raverasizlar. Keyingi yana bo'lamiz. Bolasi novosiga. Aka nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. Qochmaganligi. Qochmagan. Necha pul savdo bo'lyapti? 21. 21 million savdo bo'layotgan ekan. 21 million savdo bo'layotgan ekan. Yana bor.
qanaqa tishi? Bosgan. Ha, tishi bosgan. Qayerniki bu aka? Mingbuloq. Telefon raqamlarini aytib o'rasizmi? 94lik 947 93 94 93 94 93 yana bo'lasiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar hurmatli chorva ish xizmatlari. Xo'p, ona bola. Xo'p. Sotildimi? Qanchaga? 19 millionga sotildi. Ona bola bolasi xunajin. 3-tug'ish ekan. Shoxini ishlagan ekanlar. Bo'ldi, aytdim aka. Ona bola bolasi. Bolasi xunajin-a? Sut qancha aka? Sut 10 taga berdi egasi bizga. 10 litrga. 10 litrga. Sizdan savdogar oldingiz. Savdogar oldim hozir. Qayerdan sizniki? Bizniki Shahantdan. Shahantdan. Oqoqdan. Necha pul deyapsiz endi? Endi buni 23 kam bor deyapmiz. 25 yo 23 mi? 23 ozgina kam. Ha, 23 ozgina kam bor. Bolasi onajim mana. Taglarindagi chiroyli ekan bu sutlari. Hamma yo'q joyida ekan. Tishi qanaqa bunaki tishi? Tishi bosgan ekan. Tishi bosgan. Xo'p, telefon raqamini ayting, glavni. 95lik. 95lik. 855 855 90 85. 90 85. Hozir 19 ga oldi, endi 19 yarim. Mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli chorva ish xizmatlari. Mehnatimiz qadri uchun podpiska va like bosib, chorva ish xizmatlariga tashlab qo'yasizlar. Tish bosgan ekan, mayda, gulinch dedi shunaqa. Lekin molni suti zo'r ekan, dahshat. Bilsalaring yaxshi mol, yaxshi mol. Sog'inlari juda ham kelishgan ekan. Yumshoq. Yaxshi molligi uchun ko'p yurgan bu. Savdo bo'lyapti. Enasi bo'g'oz, bolasi novoz. Qancha? 27,5 million so'm savdo bo'lyapti. Tishi bosgan mayda ekan. Suti bor, enasi bo'g'oz, bolasi novoz. Xo'p, ona bola suti zo'r ekan, lekin bori va sog'inlariga qarang. Sog'inlari zo'r ekan. Tagilari. Orqalari ham joy-joyda, korobkasi chiroyli. Govdasi ham katta ekan lekin. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin-a? Xonajin aka. Nechinchi qorin bu akajon? Mana shu 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Qochgan qochmaganligi noma'lum. Bu hozir buqa qo'yish kerak. Ha, bu xotalar bo'lib yotibdi. Qochgisi kelib yotibdi. Manzilni aytib yuboring akajon. Hozir Namangan tuman. Namangan qaysi tuman? Toshbuloq. Telefon raqam 93lik. 93lik 796 796 0277. 0277. Bo'ldi akajon. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Kerak bo'lsa, suti qancha garantiyaga? Suti qanaqa? 7 litr suti bor aka. 7 litr sut beradi. Kechqurungisi bo'ladi. Ha, ertalab kechqurungisi. Bolasi xonajin, lekin bolasi ham chiroyli ekan. Dastavkalari bo'ladi. Dastavkasi ham bo'ladi. Yurg'izib ko'rsating aka. Oldi qarang. Govdasi zo'r ekan. Lekin bu idishiga hali yaxshi boqsa ko'p ham sut bersa kerak. Tagi zo'r ekan lekin. Ishtimon sog'ilganman. Bu yerda bitta mol ko'rdim. Shunaqa idishlikni 12 ta suti bor deyapti-da. Gap yo'q, to'g'risini aytganingiz uchun. Nechinchi qorin bu? 3-chi qorin. Mana, manzil Toshbuloq ekan. Ko'raversa aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli chorva ish xizmatlari, podpiska va like bosib, o'qisalaring, podpishka qivorsalaring, xudo xolasa ko'proq video qo'yamiz bozordagi narx-navolarni. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar uchun Lutfulla Molik kanali.